Shuning uchun ham Cristiano Ronaldoning Real Madridga transferi futbol tarixidagi eng buyuk transfer sifatida e'tirof etiladi. 2009 yilining yozi. Sir Alex Ferguson Krishni jamoadan ketkazishni istamaydi. Manchester United muxlislari ham uni qolishga iltijo qiladilar. Ammo Ronaldo bolaligidan orzu qilgan klubi Real Madridga o'tishga qaror qiladi. Va natijada rekord transfer amalga oshadi. 9 million 400 million yevro. O'sha paytda bu ulkan pul edi. Bu transfer juda xavfli qadamdek ko'rinardi, chunki klub prezidenti Florentino Perez yangi Galacticosni yig'ish uchun qayta kelgan edi. Agar Cristiano o'zini ko'rsata olmasa, butun loyiha yiqilardi. Ammo Ronaldo nafaqat intizomni oqladi, u barcha kutilgan narsani yo'q qildi. Uni butunlay boshqacha darajaga ko'tardi. 450 gol, 438 o'yinda. U finallarda ham, yarim finallarda ham, El Clasicolarda ham gol urdi. 6 mavsum ketma-ket Chempionlar Ligasining eng yaxshi to'purari bo'ldi. Bu faqat natijaviylik emas, bu hukmronlik edi. Ammo muvaffaqiyat faqat maydonda emas, balki tijoriy jihatdan ham katta bo'ldi. Cristiano Real Madridning asosiy brendiga aylandi. Faqatgina uning ismi tushirilgan futbolkalar sotuvidan Real ilk yilida 20 million yevrodan ortiq daromad qildi. Barcha mavsumlar davomida esa klub faqat merchlardan yarim milliard yevro atrofida ishladi. 9 yil ichida Cristiano Real bilan 17 ta sovrin yutdi. Faqat Chempionlar Ligasi